Assalomu alaykum. Aziz hamkasblar, hammalaringni kirib kelayotgan bugun kasb bayramimiz haydovchilar kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hammalaringni oilalarga tinchlik, rizqingizga fayz barakatlar bersin. Mana shunaqa o'tirishlarimiz bardavom bo'lsin. Har doim mana shunaqa xursandchiligimiz ko'payaversin. Hammalaringni avtomobilchilar bayrami bilan tabriklayman. Mana qo'yilgan dasturxonlarimizga noz-ne'matlarga bemalol olib, o'yin kulgida qilib o'tiraylik. Rahmat. Avvalambor bu yerda bizlar yoshlarimiz, ulug' insonlarimiz ham bor. Agar ruxsat bersalaringiz, shuni o'rtada ochib berish uchun, duo qilish uchun Majid akamizni chaqirsak. Majid aka. Nafaqat qolamiz, Abdurazoq akaga beramiz. Barat Abdurazoq aka. Keling Abdurazoq aka. Olqishlar bo'lsin, qarsaklar. Rahmat. Avvalambor hammalari tushunibsizlar. Shunchalik yaxshi kunlarga mana shu an'anamiz bo'lib ketayotgan rahmat sizlarga. Shunchalik sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringni bayramlaring bilan tabriklayman. Nima niyat qilgan bo'lsalaring niyatlaringga yetib, sog' salomat bolalaring bilan, oilalaring bilan qo'sha qilib yurishni nasib qilsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Rahmat. Nimamuş, endi sevmasmuş, voy doday, mendan xafamush. Nimamush, endi sevmasmush, voy doday, mendan xafamush. Desem ko'nmayapti-da, bundoq desam ko'nmayapti-da. Yolg'izgina bu boshginamga azob berib qo'ymayapti-da. Bilmam unga nimam yoqmaydi, so'zlarimni aslo uqmaydi. Yalinsam ham uydan chiqmaydi, qaytmas emish endi yozuv qish. Nimamush, endi sevmasmush, voy doday, mendan xafamush. Nimamush, endi sevmasmush, voy doday, mendan xafamush. Kechirmasani qilarman xo'sh, hech ko'ndirib bo'lmas qurg'urni. Kechirmasani qilarman xo'sh. bestmedia.uz Nimamush, endi sevmasmush, voy doday, mendan xafamush. Nimamush, endi sevmasmush, voy doday, mendan xafamush.
5 kun o'tdi, kelgin jonim oh qadring o'tdi. Choq kelib suyakka yetdi, osmonlardan endi biroz tush. Nimamush, endi sevmasmush, voy doday, mendan xafamush. Nimamush, endi sevmasmush, voy doday, mendan xafamush. Zo'rnavo.com Mehr qo'yib yolg'on dunyoga, qachongacha davra suramiz? Sajda qilib qodir Allohga, ota yuring hajga boramiz. Zimmangizda ro'zg'or tashvishi, shu tashvishni baham ko'ramiz. Tugamaydi bu dunyo ishi, hajga boramiz. Aka yuring hajga boramiz. Do'stim yuring hajga boramiz. Ota yuring hajga boramiz. Ona yuring hajga boramiz. Aka yuring hajga boramiz. Do'stim yuring hajga boramiz. Mahshar kuni yuzi qoramiz. Bu dunyoda eng katta savob, ota yuring hajga boramiz. Bir kun o'lim haqdir ey inson, qutulmoqqa yo'qdir choramiz. Bormoq kerak har bir musulmon, ota yuring hajga boramiz. Yuring hajga boramiz. Ona yuring hajga boramiz. Aka yuring hajga boramiz. Do'stim yuring hajga boramiz. Ota yuring hajga boramiz. Ona yuring hajga boramiz. Aka yuring hajga boramiz. Do'stim yuring hajga boramiz. Qalbimizda iymon o'lmasin, holimizga shayton kulmasin, ko'nglimizga armon bo'lmasin. Ota yuring hajga boramiz. Asrab sizni jondan ziyoda, boshga qo'yib boray piyoda. Armonim shu meni dunyoda. Ota yuring hajga boramiz. Ota yuring hajga boramiz. Ona yuring hajga boramiz. Aka yuring hajga boramiz. Do'stim yuring hajga boramiz. Ota yuring hajga boramiz. Ona yuring hajga boramiz. Aka yuring hajga boramiz. Do'stim yuring hajga boramiz. Zo'rnavo.com Yomg'ir havo harfi
yo bulutli shamolli yoqimli. Hayotni gashtini ko'p, sayru sayohati zo'r. Ayyora, sayohatga tayyor. Orzu havaslari ko'p, boshga balo demasam xo'p. Bilmadim, man hali dunyo ko'rmadim. Bir oy bo'lamiz turisto, suv osti olma shakif kusto. Ram pa pa pam, tara tira tira tam, sirli olam kezaman. Rim yoki Indiya, Emiratmi Indoneziya. Ram pa pa pam, tara tira tira tam, hamon yozib uchaman. Kelganlik kemada shimol janub suzaman. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli avtotransport xodimlari, ishchilari, hammalaringni mana bugungi avtotransport haydovchilari yig'ilish kuni bilan, bayram bilan tabriklayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana kel shu kunlarda yaxshi yorug' yuz bilan uchrash hammamizga qatorimizdan xato qilmay nasib qilsin. Aziz do'stlar, mana hamma yig'ildi. Hozirgi so'z navbatini avtotransport sexini kasaba uyushmasi raisi mana ukamiz Azamjon Rahmatovga beramiz. Davramizni davom ettiramiz. Marhamat. Rahmat. Avvalambor hammaga yana bir marta bayramlar bilan tabriklayman. Mana shu bugungi kunimizda hammamiz yaxshi insonlar yig'ilganmiz. Yagona logistika markazining vaqtinchalik boshlig'i Eshonqulov Boburjon hamda avtotransport xizmati haydovchisining boshlig'i Qo'shmatov Farruxjon, sizlarni mana shu o'rtaga taklif qilmoqchimiz. Marhamat, kelinglar. Qarsanglaring. Assalomu alaykum akalar. Avtotransport xizmati xodimlari va bugun bayramlar bu degani bizni temir yo'l sexini ham bayrami. Chunki avtotransport железнодорожный hammasi bitta. Hozirgi kunda sizlarni bu bayramlar bilan tabriklayman. Temir yo'l sexi nomidan, kollektiv nomidan bugungi kunda Yagona logistika markazi rahbari Turmush Begzod Azimjonovich xizmat safaridir. O'shanga ular nomidan ham sizlarni tabriklayman. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Yana yil shu kun shu oylarga ham safaringiz kamaymasdan yanada ish xodimlar qo'shilib yetishlaringga tilakdoshman. Dunyodagi jamiki yaxshi niyatlarni sizlar uchun Alloh taolodan so'rab qolaman. Yana bir bor bayramlaringiz bilan tabriklayman. Yana ozgina mana hurmatli ishchilarga taqdirlash uchun sovg'alar bor ekan. Marhamat. Hammalaringni ozgina vaqtlaringni olamiz, e'tiborli bo'linglar. Albatta davramizga chaqiramiz. Rasulul Munavvar To'xtabayevni davraga. Avtotransport sohasida o'zlarini 32 yillik ishlaganlari bilan keling Munavvar. Tabriklaymiz. Olqishlar, qarsanglar. Usmonova Dilrabo. Alimjonovlar.
Ro'zimat ve Elvira 16 yıldan beri avtotransport xizmatida hisobchi bo'lib vazifasini ishlayaptilar. Olqishlar. Rasmga tushib olamiz, chiroy qilamiz. Ablayev Arsen Nabiyevich haydovchi 24 yildan beri avtotransport sohasida haydovchi vazifasida ishlayapti. Rasmga tushib olamiz. Xoliqulov Ikrom aka. Bular ham o'zlariga 35 yildan beri avtotransport xizmatida ishlaydi. Haydovchi vazifasida. Keling, Ikrom aka. Rasmga tushib olamiz. Nuriyev Dilshod Rizabayevich. Ular ham o'zlari 30 yildan beri avtotransport sohasida. Keling. Rasulov Erkin Sattarovich. Ular ham 28 yildan beri avtotransport sohasida haydovchi vazifasida ishlayaptilar. Keling. Mirsoyev Nural aka. Mirsoyev Nural aka. Ular ham 22 yildan beri ishlayapti. Ishlaganlaringiz mukofoti keling Nural aka. Tabriklaymiz. Asqarov To'lqin. Keling. Rasmga tushib olamiz. Imomov O'tkir. Avtotransport sohasida ichilangani eng oliy daraja birinchi toifa. Keling. Abdusattorova Nargiza. Keling. Pirmatov Valijon aka. Rahmat hammalaringga. Mana shunday yaxshi kunlarimiz ko'payaversin. Hammalaringga yana bir marta bayramlaringni tabriklayman. Faqat xursandchilikda bo'laylik, ishlarimizga omadlik bersin. Zavodimiz gullab yashasin.
oyliklarimiz oshsin. Bozorlarimiz narxi arzon bo'lsin. Ilohim shunaqa yaxshi kunlarimiz bo'lsin. Rahmat hammalarga. Qani bu yerga endi o'yin pulga. Rahmat. Mukofot muborak bo'lsin. Olgan mukofot olgan do'stlarimizga, aka-ukalarimizga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nima yaxshi niyatlaringiz, hammalaring yaxshi niyatlaringga yetinglar. Kimda kim mukofot ololmay qolgan bo'lsa, yana kelam Xudo hozir navbat bilan beriladi deyishyapti. Hammasi yaxshi bo'ladi. Endi navbat o'yin klubiga. Marhamat. To'g'ri, albatta bu hammasi navbat bilan beriladi. Kim olmagan bo'lsa, yana yilga albatta bo'ladi, обязательно. Yana bir marta uzun so'zlar hammalaringdan mana bu yana bir qolgan. Nurmat va Feruza Rahimona. Bular bizning garajimizda 24 yildan beri ishlayaptilar. O'zlarini qani siz? Keling, Feruzaxon. Tabriklaymiz. Sağ olun. Rahmat.
farazimgacha 1100 kilometr 1100 kilometr Kabutarim maktubimni darrov borib yola yetir Uchraganga dardimni doston qilib aytmagin Havo aynib qoldi deb yarim yo'ldan qaytmagin Uchraganga dardimni doston qilib aytmagin Yomg'ir yog'ib qoldi deb Samarqanddan qaytmagin Sog'inganimni yozdim, talpinganimni yozdim Kuylayverib, o'ylayverib, parhezsizam zo'r ozdim Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr 1100 kilometr Kabutarim maktubimni darrov borib yola yetir Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr 1100 kilometr Kabutarim maktubimni darrov borib yola yetir Armonlarga aylanmasin Alisherning orzulari Lablarimga muhrlangan go'zalimning kulgulari Armonlarga aylanmasin oshiqning orzulari Lablarimga muhrlangan go'zalimning kulgulari Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr 1100 kilometr Kabutarim maktubimni darrov borib yola yetir
Bahar çağı to'lin shirdirab oqar desay bosh qo'yishing shundur ko'ksimdagi hamma joy dardida devonaman dardida men qachon uxlayman sevgilimni bag'rida dardida devonaman dardida men qachon uxlayman sevgilimni bag'rida kulbadan dumanimni ko'ziding istiqlaydi kulbadan dumanimni ko'ziding istiqlaydi kulbadan Gulxadiga to'ldirib xonang solinganda ko'rinmas qarang sezilasan har bitta gapga erkalanib qammi onang dardida devonaman dardida men qachon uxlayman sevgilimni bag'rida dardida devonaman dardida men qachon uxlayman sevgilimni bag'rida kulbadan dumanimni ko'ziding istiqlaydi kulbadan kulbadan dumanimni ko'ziding istiqlaydi kulbadan bitta taraf meni tamom qilg'uchi borida o'zim mamasinin kulg'uchi borida e'tiborim yomon tortasan-da sevgilim chiroyingda 20 oqqichi borida kulbadan dumanimni ko'ziding istiqlaydi kulbadan kulbadan dumanimni ko'ziding istiqlaydi kulbadan Assalomu alaykum, xayrli kech hammaga. Bayramlarimiz yaxshi o'tyapti degan umiddaman. Hammalarga yana bir marta kirib kelayotgan bayramlarimni tabriklayman. Mana shu yerda necha yillardan beri ishlab nafaqaga chiqqan bir insonimiz bor. Hammamiz uchun qadrli inson, hammamiz yaxshi taniymiz. Salimov Aljon aka, sizni davraga taklif qilmoqchimiz. Mana shu avtotransport sexida necha yillardan beri Aljon akam sevib boshqarmoqchilar. Rahmat hammaga ta'sir berdi. Assalomu alaykum. Barcha ishchilar, xizmatchilar. Buni bugun sizlarni ko'rib juda xursand bo'lib ketdim. Hammalaringizni kasb bayramingiz bilan tabriklayman. Sog'lik, salomatlik, oilaviy baxt. Hammamizga tinchlik bersin, tani sihatchilik bersin. Allohim qiyin juda mas'uliyatli ishlaringizda Alloh o'zi madadkor bo'lsin. Hammalarga ertalab sog' salomat chiqib ketib kechqurun qaytib kelishga Alloh o'zi madadkor bo'lsin. Hammalaringizni bayramlaringiz bilan tabriklayman. Hammalaringiz sog' bo'lib, salomat bo'lib, keyingi yillarga eson-omon mana shu yil bayramni nishonlashga o'zi kattaroq davrada turgani Alloh o'zi madadkor bo'lsin. Sog' bo'lib, salomat bo'ling. Rahmat Aljon aka, Alloh sizdan umringizni ziyoda qilsin. Qadrlamashaga davramizga kelib qo'shilib yuring. Navbat xohlovchilar bo'lsa, tabrikka chiquvchilar bo'lsa, marhamat kelinglar. Bormi? Ismoilov Zayniddin, keling meni oldimga. Biroz shirin tilagingizda gapiring, bir keling chiqadi. Keling. Keling. Sizlarga gapirib
shu yerda yig'ilgan, shu koshonada yig'ilib mana shu bayramda yig'ilib turgan barcha ustozlarga, akalarga, ukalarga, tengdoshlarga, barcha kasbdoshlarga ilohim mana shu kasb bayramlaring muborak bo'lsin. Ilohim yana kelish kunlarda ham bundan-da keng davralarda yig'ilib yurishlikni Alloh nasib qilsin. Hammani ishiga rivoj, dastkorlarga, kasbkorlarga Alloh baraka bersin. Yana kelish kunlarda ham bundan-da kengroq davralarda yig'ilib yurishlikni Alloh nasib qilsin. Kelajakda kim nimaiki orzu havas qilgan bo'lsa, nimaiki niyat qilgan bo'lsa, bekamni ko'z tegishlikni Alloh nasib qilsin. Davramiz kengaysin, kamaymasin, xatoimizdan kam qilmasin, xato qilmasin. Bayramlaring muborak bo'lsin. Rahmat. Yashang, rahmat sizga, muborak bo'lsin. Rahmat. Yana so'z navbatini bir Isoga bermoqchiman. Agar yo'q demasalar, bizning ustozimiz Yo'ldosh Ne'matjon. Keling, biroz shirin so'zlaringizda shu hamkasblarimizga shu tilaklarimizni bildirsangiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Aziz, hurmatli hamkasblar, akalar, ukalar, do'stlar. Mana shu bugungi kun hammamizni Allohim bir dasturxon atrofiga to'plab mana shunday yig'ilgan ekanmiz. Hammalaringizni o'z oilamiz nomidan, do'stlar nomidan, barcha kela olmaydigan yo bu dunyodan o'tgan akalarimiz nomidan ming bor tabriklaymiz. Ilohim sog' salomat, mana ustozimiz Aljon akam aytgandek, sog' salomat ishlab xonadonlaringizga eson-omon kirib boringlar. Alloh ziyoda qilsin, hammalaringizni bayramlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat sizga muborak bo'lsin bayram. Endi davrani bo'sh qoldirmaymiz, Xudo xohlasa degan umiddaman. Hamma davraga. Marhamat. Macha chet elda yuribdi, shu tabriklayapman. Gapir. Telefonda, Gapir. Gapir Abduxoliq, gapir. Mana ayt, eshityapman. Mana chaqirib, tabriklar nom qo'yam mana nomda. Mana Isoqov Abduxoliq chet elda yuribdi hozir. O'sha gapiryapti mana. Eshitdinglar? Gapir. O'chirib qo'ydi. Abduxoliq Isoqov hammani bayram bilan tabriklayapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, nima yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, niyatlaringizga yetinglar. Abduxoliq machoga kiribdi, qancha o'zing chiqadi. Rahmat. Davraga tush, davraga tush,
soldingmi ko'zlardagi yoshlagan yuragimni tashlagan daryolarga otdingmi voy desam maqtadim menga eshik yopdingmi meni yomondan kechirsan yaxshisini topdingmi oshiringni yetolmay oydan uzoq ketolmay deb joyga otdingmi Sensiz yaşamadım bana Birga uçolmadim Beling uçolmadim Sendan kecholmadi bana Bana Daryolarga cho'kding bana Borgan sari sevding bana Barmoqlar ishlab targ'arana Bana Sevmek sen en lüks yok
assalomu alaykum, xayr. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarni hech qachon haydaganimiz yo'q. Mana yaxshigina dam oldilaring. Rozimisizlar? Omon bo'linglar, borlaringga shukr. Oxirigacha mana shunday aka-ukachiligimiz buzilmasin. Alloh bergan umrni yaxshi umr guzaronlik qilaylik hammamiz. Amin. Mana shu bugungi to'yimiz yaxshi o'tdi. Den avtomobilimiz har yil mana shu o'tirishlar bardavom bo'lsin. Yangi yilga o'tirish bo'lsa yana o'tirish. Yangi yil shu kunlarga yorug' yuz bilan, yorug' yuzda uchrash hammamizga nasib qilsin. Amin. Alloh. Endi to'yda bo'ladi endi bu. Banket bo'ldi. Bo'ldi, eshitamiz.